Men tadbirkor akalarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Sizlar olmasangiz balki tanishingiz olar. Qarang, bu ham shunda ugulovoyda joylashgan. Bunaqasiga 30 metr, bunaqasiga 27 metr. 8 sotudan sal oshiqroq ekan, lekin 8 sotuga hisoblayaptilar. Tekis to'rt burchak. Bu yerda kottej qurib sotsangiz ham, uy qurib sotsangiz ham, yo bir biznes sentr qilsangiz, o'quv markazi ochasizmi, yo magazin ochasizmi, zo'r variant bo'ladi. Sababi shundoqqina yo'lni yuzida. Qarang, 8 sotudan tashqari bor-ku. Mana joy ko'ryapsiz, ana qo'shnini ko'ryapsiz. Devor bu yoqqa chiqqan. Mana shu joy 2 sotu zaxvat bo'lgan. Keyingi yillarda o'tkazib olsangiz bo'ladi. Endi birga sizlar bilan ichkarini ko'rib olamiz. Ichkaridan ko'rinishi bitta ko'ringlar, akalar. To'g'ri burchak. Voy biznes qilaman desangiz bor-ku, shundoq qurib olasiz-da, ya'ni buzib tashlab, ortiqcha rasod qilib o'tirmaysiz. Bo'lib, ya'ni 4 sotu qilib ham sotar ekanlar. 4 sotuni olib, uy qurib yoki biznes qilsangiz ham bo'ladi. Gaz, svet, suvda umuman muammo yo'q ekan. Lokatsiyani tushuntiraman. 3 qahramon postda, bor 3 kilometr kirganingizda obod mahalla ekan. Har qayerda mahallasi bor, obod ekan. Qo'ni-qo'shnilar ham bor, menga rosa yoqdi. Chiroyli qilib uylar qurib qo'yishdi. Aka, plyus bo'lsa bor, bosib oladigan joyi. Bu turgan sari oshadigan yer bu, aka. Chunki shunday yo'l yuzida. Bu mahallada yerlarni 35 ming, 40 ming sotishayotganda akanga pul zarlar ekan, 32 dan beraveradilar. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Egan raqamini qoldiraman, bemalol telefon ko'rasizlar.